Munjaro olib ham ozolmagan patsientim men bilan 2 oyda -7 kiloga ozdilar. Bu patsientimni analizlarini ko'rib, tanadagi defitsitlarni yopgan holatda bularni o'zlariga to'g'ri keladigan qilib pitaniya tuzib berib, 2 oy o'z nazoratimga olganimda 2 oyda -7 kilo natijani ko'rsatdilar. Hali ham Munjarodan mo'jiza kutayotgan bo'lsanglar, mana o'zingizlar ko'rib qo'yinglar. Munjaro hammani ham ozdirmaydi. Birinchidan, ikkinchidan ozdirgan holatida ham mushak massasini ketkazib qo'yadi. Mushak massasi bu tanamizdagi juda ham chuqur yo'qotuv hisoblanadi. Munjaro mushak massasini ketkazganligi uchun uni to'xtatishinglar bilanoq o'sha sizlarda 2 barobar ortiqcha vazn yig'ilish ehtimoli o'ta yuqori. Hech qanaqa dori ukollarsiz, munjarolasiz ham sizlar bemalol tabiiy ozsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganinglardek, meni ozish marafonlarimda bu juda ham oson. Ozish marafonim haqida batafsil ma'lumotni bilish uchun pastdagi havolani bosib Telegramga o'tinglar va Telegram orqali men sizlarga to'liq ozish marafonim haqida ma'lumotlarni beraman.